Birinchi tibbiy yordam. Birinchi, engashib o'tirib, qon oqishiga yo'l berish kerak. U uzoq davom etmaydi. Boshni yuqoriga ko'tarmang, chunki qon oshqozonga tushib, qayd qildirishi mumkin. Ikkinchi, burun kataklarining yuqori qismini sal qattiq qisib, 5 daqiqagacha og'izdan nafas oling. Uchinchi, ikki qosh o'rtasiga sovuq suv yoki muzli xalta kabilarni qo'ying. To'rtinchi, 3% perikis vodorod eritmasi shimdirilgan paxtani burunga qo'ying. Beshinchi, biroz vaqtdan so'ng qon ketishi to'xtagach, tamponni olib tashlang. Keskin harakat qilmang, burun qoqmang. Oltinchi, agar yuqoridagi usullar foyda bermasa, mo'lroq bint olib, uni perikis vodorod yoki vazelinga botirib, burun ichiga tiqiladi va shifoxonaga yuboriladi. Yettinchi, qaynoq ichimlik, qaynoq taomlar iste'mol qilinmaydi. Ko'p qon ketganda bemorning boshi pastga qarab yotqizilib, agar qorindan yaralangan bo'lmasa, katta miqdorda tuzli yoki shakarli suv berish va zudlik bilan shifoxonaga yuborish kerak.